55-misolda A, D, S to'g'ri burchakli uchburchak va A, Y, S to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu va mana bu. Ikkita to'g'ri burchakli uchburchak uchun umumiy nazariya gipotenuza bitta. Qaytaraman, ikkalasi uchun ham gipotenuza bitta. Qayer? Mana bu uchun 12. Mana bu uchun 12. Birinchi fikr shu, misol uchun. E'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, mana bu qizil aylana misolda yo'q. Buni o'zim chizdim. Bunaqa misollarda yana bitta aylana qo'shib olinish shart. Keyingi fikr. Hozir endi bugungi mavzularda juda ham ko'p ishlatamiz. Buni yozib ketishim kerak sizlarga. Ixtiyoriy uchburchak bo'lsa, deylik, kichkinaroq chizaylik shuni. Bir burchagi alfa bo'lsa, bir burchagi A bo'lsa, shunga tashqi chizilgan aylana radiusi R barobar A taqsim 2 sinus alfa dan qo'llaymiz. Qarshisi alfa bo'lgani uchun keyingi fikr. Endi qarang. Diqqat bilan e'tibor bersangiz, kesmalar tortish usulidan foydalanamiz. Mana Y nuqtasidan bitta D ga chiziq tortib olamiz. Va qaysi uchburchakka chizilgan aylana bo'ldi? Mana bu, e'tibor bering, ko'k bilan chiziq qo'ydim. Ya'ni uchburchak ADS. Qarang, bu to'g'ri burchakli. Shuni radiusi mana A'si 12 ga teng-ku. A'si 12 ga teng bo'lsa, kelinglar mana shuni R barobar R1 barobardek 6 ga teng deydi. Mana bu aylana markazi. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana gipotenuzadan o'tadi markaz deganmiz. Bu yoqqa 6, bu yoqqa 6 qolgan bo'ladi. Xo'p, bu o'z yo'liga qarang. Endi keyingi fikr. Mana bu uchburchakni bo'yib ko'rsatsam, yo'q, bu uchburchakda emas. Xo'p. 6 bo'ladigan bo'lsa, mana shu. Endi 6 bo'ladigan bo'lsa, bir ish qilar ekanmiz. U ishni oti qanday? 60 gradusda mana bu 6 radius 6. Tepani qayerdan topamiz? Tepani bu yerdan topar ekanmiz. Mana qaranglar. Uchburchak A Y D. A Y D uchun topaymiz. A Y D uchun qizil aylana tashqi. To'g'ri-da? A Y D uchun qizil aylana tashqi. Endi ya'ni uchburchak A Y D, diqqat bilan qarang, ko'zingiz bilan yugurtirib qarang, va uchburchak A D S uchun bitta qizil aylana. To'g'rimi? To'g'ri. Shunday ekan, radiuslari ham bir xil bo'ladi. Ikkita uchburchak uchun ham radiuslar bir xil, chunki bitta aylana tashqi chizilgan. Maydalab tushuntiryapman. Xo'p, keyingi fikr shunday ekan, qarang. Va bu joyda yana boshqacha uchburchak olaman. A, B, D uchburchakka e'tibor qarating. Mana A, B, D. Ko'rdingizmi? Mana bu joyimiz 90 mi? Tepa 60 mi? Albatta mana bu yerga 30 gradus qoladi. Kelinglar, mana buni Y deb turaveray. Mana Y D. Y deb tursam nima bo'ladi? Qarang. Y deb tursam R barobar Y D taqsim 2 sinus alfa bo'ladi. Mana bu qoidani qo'lladim. Mana
Faqat mana buni qarshisi, y'dani qarshisi alfa vazifasi 30 kelyapti, a vazifasi 7 kelyapti. Aha, endi qo'llab ketamiz. Radiusimiz 6 ga teng edi. 6 teng 7 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 30 gradus. Shunda 6 teng 7 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 30 da 1 taqsim 2 ga teng. 2 lar qisqarsa 7 ni o'zi 6 ga teng bo'layapti. Xo'p, 7 ni 6 ga tengligi juda ma'lumda, bizga ma'qul keldi. Xo'p, endi 7 ni 6 ligini bildim va men qaytadan chizib ko'rsataman nimalar bo'layotganini. Tepada bitta uchburchak bor va aylana bor. Aylanaga uchburchak ichki chizilgan. Chizamiz. Tepasi 60 graduslik. To'g'rimi? To'g'ri. Obbo. Mana bu yeri bu yoq D edi. Bitta qarayman. Tepasi B. Mana bu B ekan. 60 gradus. Mana bu yer 60 gradus, mana bu yer 6 chiqdi. Bunda mana shunga ichki tashqi chizilgan aylana radiusini so'rayapti. Adashmasam shartida shunday. Katta R ni so'rayapti. Mana buni R ni topib qo'ydikki demanglar, bu boshqa R bu. Boshqa aylana radius. Shunday ekan, mana R barobar A taqsim 2 sinus alfani qo'llaymiz. Xo'p, yerda topish kerak. A vazifasi 6 kelyapti. Taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa vazifasi nima kelyapti? Sinus 60 gradus. R barobar 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3 taqsim sinus 60 da ildiz ostida 3 taqsim 2 bo'ldi. 2 tepaga ko'tariladi. Shunda radius barobar 6 taqsim ildiz ostida 3. Bu degani 6 ildiz ostida 3 taqsim 3 R teng 2 ildiz ostida 3. Misol tugadi. Javob shu. 56-misolimizda boyagi tepadagi misolimdan bir xil radius so'ralyapti, barobar so'roq. Nimaning radiusi so'ralyapti bizdan desa, qaranglar, B, D, H, F to'rtburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini so'rayapti. Yaxshi. Kelinglar bitta kesma tortamiz. Mana bu D dan mana qizil turibdi. Bitta kesma tortib olsam, mana bo'ldi. Men to'rtburchakka emas, men to'rtburchakka chizilgan tashqi chizilgan aylana radiusi bilan uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi bir xil. Nimaga? Chunki ikkalasi ham aylanani ichida. Shuning uchun radiuslari teng. Endi o'quvchi o'ylayapti-da, mana bu 45 bor-ku, 45 ta borligi o'quvchi uchun zo'rda. Mana bu tomon bo'lsa, misol hal bo'ladi. 100% chiqqan. Mana bu yerda topib kelish kerak. O'zidan o'zi topib kela olmaysiz. Hatto tagidan aylana chizib topib kelamiz. Boyagidaqa. Sarkattalashtiramiz. Kesmani tortishimiz kerak edi. Mana qizildan tortib oldim. Endi aylana chizishim kerak men. Hozir baribir aylanani chizamiz endi. Xo'p, kesma yo'qolib qoldim. To'xta, men adashdim. Kesma boshqa joyga tushib qoldi. Aylanani hozir men nima qilishim kerak? Tashqariga chizib olib, buni o'tkazsam. Endi to'g'ri bo'ldi. Hozir men bitta zo'r qilib joylab olay, maylimi? Mana. O'z joylanibdi. Mana. Endi bo'ldi. Endi e'tiborli bo'ling. Boya ozgincha zo'r maydalab tushuntirib bo'luvdik-da sizlar bilan. Xo'p, mana shu 8 ildiz ostida 2 aslida radius, diametr bu. 8 ildiz ostida 2 diametr. Chunki bu to'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana bo'lyapti. Xo'p, yozib qo'yaylik. Uchburchak AFC uchun. Yo'q, bu kamida ikkita uchburchak uchun diametr. Uchburchak ADC va AFC uchun. Endi
8 ildiz 2 ni yarimi R1 barobar 4 ildiz 2 deb turaman. Keyingi fikr 4 ildiz 2 desam, mana bu uchburchakni bo'yayman. Har doim eslab qo'ying, tepasini bo'yab yuboryapman-ku. Qayer? Mana ko'kda chizamiz. Mana bo'yadim. Mana shu uchburchakka e'tibor qaratinglar. Endi bir burchagimiz, tepa burchagimiz 45 gradus ekan, to'g'rimi? Mana bu yer 90, 45 90 45 bo'ladi. 45 gradus 90 45 bo'ladi demoqchiman. Shuning uchun mana bu amiz 45 gradusga teng. Men mana bu kesmani topmoqchiman. Shuni DF ligini bilaman. Bo'ldi. Qoidani qo'llaymiz. Ya'ni hozir qarang. 4 ildiz 2 e'tiborli bo'ling. Ana shu 4 ildiz 2 yana nima uchun o'rinli desa, A D F uchun ham o'rinli. 3 ta uchburchak uchun o'rinli bo'lyapti-da. Unda R barobar DF taqsim qarshisida A taqsim 2 sinus alfa demoqchiman-da. 2 ko'paytirilgan sinus 45 gradus. Sinus 45 da ildiz 2 taqsim 2, 2 lar qisqarsa gradus o'rniga 4 ildiz 2 qo'yamiz. Teng DF taqsim ildiz 2 bo'ladi. Ildiz 2 ildiz 2 DF'imiz 8 ga teng. DF 8 ligi topildi-yu. Mana bu yer 8 ekan. Endi boya xulosa olib bo'ldik. Qarshisi 45 mi? Shunday ekan. R barobar DF taqsim 2 sinus 45 gradus. R barobar DF'imiz 8 ga teng. 2 ko'paytirgan sinus 45 da ildiz 2 taqsim 2 ga teng. Ketdi. R barobar 8 taqsim ildiz 2. 8 ildiz 2 taqsim 2 qisqarsa radiusimiz 4 ildiz 2. Misol tugadi. Maslahat beraman qaytadan videoni ko'rishni. 58-misolda x ni toping deyapti. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi munosabat misoli. Bu bitta to'g'ri burchakli emas, любой bitta uchburchak uchun bitta formula tushadi. Hozir o'shani yozib bitta ishlab ketamiz. Isbot shart emas. Ya'ni x barobar ildiz ostida r kvadrat ayrilgan 2 ta katta r kichkina r dan qo'llab ketamiz. Bu x degani masofa. Mana bu r ni topish formulasi bor. Kichkina r ni topish formulasi bor. Katta r ni topish formulasi s taqsim 2. Chunki bu to'g'ri burchakli. Burchakli. Uchburchak turiga qarab topilaveradi-da. Kichkina r'imizni topish formulasi a plus b minus c taqsim 2. Juda maydalab yubordik. Xo'p. Mana bu 8 bo'lsa, 6 bo'lsa 10 bo'ladi. Bu yoq 5, bu yoq 5 ligi aniq. Demak, katta r'imiz to'g'ridan to'g'ri ma'lumki 5 ga teng. Kichkina r'imiz 8 ga qo'shamiz, 6 ni ayiramiz, 10 ni bo'lamiz 2 ga. 14 4 2 bo'ladi. 2 ga teng. Endi ildiz ostida r kvadrat 25 ayrilgan 2 kara 5 10, 2 ga ko'paytirsak 20. Shunda misolimizni javobi ildiz ostida 5. 61-misolimizda o ya'ni x ni topib bering deyapti. X bu yerda ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi farq ekan. Boya formulani yozib qo'yamiz. X barobar r ni kvadrati minus 2 ta r x ildizi bilan. Va 2 ta r x deb qo'yibmiz. 2 ta r kichkina r va ildizi bo'ldi. Endi katta r ni topish formulasi b kvadrat taqsim 2 ta h. Kichkina r ni topish formulasi teng yonlikda 2 ta s taqsim perimetrdan qo'llab ketsagan bo'laveradi. Xo'p, mana bu yerimiz qaranglar b vazifasida keladi. Mana bu yer umumiy a vazifasida keladi. Eslab qoling. Endi
Balandligimizda nimaga teng? Mana S dan tushiramiz. Bu teng yonli bo'lgani uchun teng bo'laklarga bo'ladi. Tushgan tomonni uchidan tushayotgani ham mediana, beshikda esa balandlik. 12 yarim 6. Demak 8. 8 teng 8 ga teng bo'libdi. Bo'ldi. R barobar 10 ni kvadrati 100 bo'ladimi? Taqsim 2 kere 8 16. R barobar 100 taqsim 16 bo'ladi. 100 ni 16 ga bo'lsak, 4 ga qisqartirsak nechi bo'ladi? 25 taqsim 4 bo'lyapti. Adashmasam shunaqa. 100 2 ko'paytirilgan 8 16. 4 ga qisqartirsak 25 taqsim 4 to'g'ri. Kichkina rni topish formulasi 2 ko'paytirilgan 100 nimaga teng? 100 ana S barobar H ko'paytirilgan B taqsim 2 ga teng. H ko'paytirilgan A taqsim 2 deylik. H'imiz 8 ga teng, A'miz 12 ga teng. Taqsim 2. Ko'paytirsak 4, 12 ni 4 ga ko'paytirsak 48. 100 ni o'rniga 48 qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan 48 taqsim perimetrimiz 32 midi? Qisqartiradigan bo'lsak 16 ga tepa 3 bo'ladi, past 2 ketdi. Kichkina rimiz to'g'ridan to'g'ri nimaga teng? Kichkina yerda 2 deb qo'ydim mana yerga. Kichkina rimiz 3 ga teng bo'ldi. Katta R 25 taqsim 4 ga teng bo'ldi. Shunda x barobar ildiz ostida 625 taqsim 16 ayrilgan 2 ta katta R, demak 2 ko'paytirilgan 25 taqsim 4 ko'paytirilgan kichkina R'imiz 3 ga teng bo'ldi. X barobar farda 2 bo'ldi. 625 ayrilgan 75 16 taqsim 2. Xo'p. Bunga nechtadan beramiz? 8 tadan beramizmi? 75 kare 8 bo'lyapti-da. Xo'p, bunday bo'lar ekan. 75 kare 8 600 bo'ladi. X barobar 625 dan 600 ayirsak 25 bo'ladi. Taqsim 16. Shunda x'imiz 5 taqsim 4. 1 taqsim 4 degan javob bo'lishi kerak. Misol tugadi. ABC uchburchakda H balandliklar kesishish nuqtasi O tashqi chizilgan aylana markazi deyapti. Qarang, mana bu yerdan bitta kesma tortsam, mana bu O nuqta desam shuni. Va bu yoqqa qarab tortsam. Mana bu yeri O nuqta. Keling, men shunaqa deb olay. Mana bu radius bo'ladimi? Mana bu radius. Endi bizlarga BAC demak A haqida gap ketibdi-da. Mana bu yer 40 gradus ekan va ABC mana bu yer 80 ekan umumiy. Endi e'tibor bering. Mana bu yerga jami nechi qoladi? Jami nechi qolishi ham ahamiyatsiz ekan. Qarang, nima ishlar qilamiz? Radius bo'lsa, bu teng yonli bo'ladimi? Mana shu. Shunaqa qoida bor edi, o'tgan galgi ichki va markaziy burchaklar haqida gapiruvdik-da. Mana bu O aylana markazi bo'ladigan bo'lsa 40 gradusmi? Unda mana bu tomoni 2 marotabasi bo'ladi. Ya'ni 80 gradus bo'ladi. Bunga tashqi aylana chizib o'tirmadim-da. Tashqi aylana chizsam bemalol ko'rinadi misol. Ya'ni markaziy va ichki burchaklar haqida gaplar. Teng yonli bo'lgandan keyin mana bu yerni x, bu yerni x deb olsam bo'ladimi? Bo'ladi bemalol. 2 ta x teng. Haligi 180 dan 80 ni ayirsam nechi bo'ladi? 100 bo'ladi. X barobar 50 gradus bo'ladi x'imiz. 50 100 qo'shsak 180. Endi balandlik haqida gap ketyapti. Mana balandlik tushirib yuboramiz mana shu yerda. Mana balandlikni. Ko'rdinglar? Tushiradigan bo'lsam
balandlik 90 gradus asosida tushadimi? Tushadi. Bizga aytyapti, masalan, mana bu yerrog'i, mana bu yer balandliklar kesishgan nuqta bo'lsin. Mana H. O, B, H ni toping deyapti. O, B, H. Mana bu burchakni so'rabdi. Keling, mana shu burchakni alfa deb turaman. Alfa deb tursam nima bo'ladi? Bir tomoni 40 gradus, keyingi burchagi 90 gradus bo'lsa, albatta keyingisiga nechi qoladi? 90 ga 40 qo'shamizmi? Nechi bo'ladi? 130 bo'ladimi? 130 bo'ladigan bo'lsa, 50 gradus bo'lishi kerak. 130 ga 50 ni qo'shsak, 180. Mana bu joyi borda, uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana o'rtadan bizlarga nima chiziq ketgan? Radius chizig'i ketgan. Mana bu radius chizig'i ketganda, qarang. Mana bu jami 80. Mana bu burchagimiz bizda 50 chiqdi. Mana bu yerga nechi qoladi? 30 gradus qoladimi? Qoladi. Va mana shu joydan balandlik tortilyapti bizlarga. Mana qanday tarzda. Shuni alfa deb turibmiz-da. Mana shu yerda alfa deb turibmiz. Hozir mana shu 30 gradus plus alfamiz 50 gradusga teng bo'lib turibdi. Bu tomoni mana. Mana bu yer 30 turibdi-da. 30 gradus plus alfani o'zi mana bu uchburchak bo'yicha 50 gradus. Bunda alfa teng 20 gradus misol tugadi. Bisektritsiyasining uzunligi 12 ga teng bo'lgan muntazam uchburchakda agar L 12 bo'ladigan bo'lsa, M ham 12, H ham 12 bo'ladi, chunki L, M, H bir-biriga teng. Bu faqat muntazam uchun tashqi chizilgan aylana radiusini toping deyapti. Demak, radius formulasi 2/3 H ga teng. Eslab qolinglar. O'tgan safar ham o'tdik. Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi. Shunga qo'yib qo'ysak, misolimiz hal bo'ladi. Ya'ni balandlikda o'rniga 12 ni qo'yamiz. Radius barobar 2/3 ko'paytirilgan 12. Qisqartirsak 4 bo'ladimi? Shunda radiusimiz 8. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari mos ravishda 3 va 7 ga teng. Kichkina erimiz 3 ga teng, katta er 7 ga teng. Uchburchak yuzasini toping deyapti. Uchburchak yuzasi S barobar AB taqsim 2 ga teng ekan. AB ni o'zi bu yerdan eslab qolaylik, 2 S ga teng bo'ldi. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun shundan ketdim. Bu bir. Ikkinchi o'rinda qo'llab ketish kerak. Nimalarni qo'llaymiz? Agar radiusni o'zi 7 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchagimizni gipotenuzasi 14 2 marta katta bo'ladi. Bu birinchi fikr. Ikkinchi fikr, A qo'shilgan B minus C taqsim 2 kichkina erga teng degan qoida bor. Shundan A plus B minus 14 S ni o'rniga kirib keldi. Teng bo'ladi. Kichkina erimizni o'zi 3 ga teng. 2 guruhlansa, ko'paytirilsa 6. To'g'rimi? To'g'ri? Minus 14, 3 kere 2, 6 to'g'ri bo'ldi. A qo'shilgan B teng A qo'shilgan B 14 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 20 ga teng bo'ladi. Endi kvadratga ko'taraveraylik. A kvadrat qo'shilgan 2AB plus B kvadrat teng 20 ni kvadrati 400. Va A kvadrat bilan B kvadrat Pifagorga nimaga teng? Pifagorga ko'ra C kvadratga teng-da. C ni o'zi nimaga teng? 14 ga teng. Demak, mana ikkalasini o'rniga 14 kvadratini qo'yamiz. 2AB teng, mana 400 degani 20 ni kvadrati ayrilgan 14 ni kvadrati.
ikkita AB 20 dan 14 ayirsak 6 bo'ladi, 20 ga 14 qo'shsak 34 bo'ladi. Bizlarga mana bu bilan bu qisqartirsa AB teng 3 karra 34 bo'lyaptimi? Bizdan yuzani so'rayapti. AB ikkita S'ga teng. S o'zi AB taqsim 2. AB taqsim 2 ni topar ekanman. AB taqsim 2 teng 3 karra 17. 17 qayerdan kelib qoldi desa, men 2 ni ko'paytirsam 34 ni berish kerak. 3 karra 17 necha bo'ladi? Aynan shuni hop yozib qo'yaylik. Javob 1 2 yodda 51 ekan javobi. 73-misolda tomoni uzunligi 6 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak. Mana bu yer 6, bu yoq 6 va bizdan fikr ketyapti DS teng 2ta AD ga. Ma'lumki, mana bu yerni x bo'ladi, bu tomoni 2x bo'ladi. Muntazam bo'lgani uchun x ga 2x ni qo'shsak 6 ga tenglaymiz. X barobar 2 bo'ldi. X 2 bo'ladigan bo'lsa, eslab qoling, mana shu x ta o'rnida 2 turadi, 2x o'rnida 4 turadi. Mana bu yerda 2, bu yoqda 4. Bu muntazam uchburchak bo'lgani uchun mana bu yerimiz 60 gradus bo'lishga haqqi bor va kosinuslar teoremasdan mana bu kesmani topib olamiz. Ya'ni x kvadrat barobar 36 qo'shilgan 2 ni kvadrati 4 ayrilgan 2 karra 6 karra 2 ko'paytirilgan kosinus 60 ta nimaga teng? 1 taqsim 2 ga teng. 2 lar ketdi. X kvadrat 40 ayrilgan 12 bo'ladimi? X kvadrat 40 dan 12 ni ayirsak necha bo'ladi? 28 bo'layaptimi? Shunda x barobar 2 ildiz ostida 7 bo'layapti. 2 ildiz ostida 7 ligidan foydalanib topamiz. Mana bu joyimiz 2 ildiz ostida 7 ekan. Bunda radius formulasi bor. Bizda a taqsim 2 ta sinus alfa degan formula bor. Hamma narsa bor. R barobar a 2 ildiz ostida 7 ga teng 2 ko'paytirilgan sinus 60 gradusda ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Qisqarib ketdi. Misolimizning javobi 2 ko'paytirilgan umumiy ildizda 7 taqsim 3 ga teng. Mana bu yer a bo'ladi, bu joy b bo'ladi, bu joy s bo'ladi. AC 12, AB 10. Unga tashqi chizilgan aylana radiusi katta R 8 ga teng deyapti. A3 dan chiqqan balandlik uzunligini toping deyapti. A3 dan chiqqan balandlik mana buni so'rayapti ekan-da. Mana bu hashni so'rayapti. Nimalar qilamiz? Keyin mana bu yerda alfa deb olay, maylimi? Bo'laveradi shunaqa desam. Yerda topish formulasi nimaga teng? A taqsim 2 ta sinus alfaga teng. A vazifasida nima kelyapti o'ziga? Shu alfani qarshisi kelyapti. Mana bu yer 12. Bunda radiusimiz o'zi 8 ga teng. 8 barobar 12 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfani o'rniga nima qo'yamiz? Mana yozib qo'yaylik. Sinus alfa h taqsim 10 ga teng. Qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Shuning uchun h taqsim 10 ni olib kirib qo'yishga majburmiz. Qisqardi 5 bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi 5 tepaga ko'tariladi. 8 taqsim 60 dabdala bu. Hammasini dabdala qo'ydim. Bunday 8 teng 60 taqsim h bo'ldi. Balandligimiz 60 ni 8 ga nisbati bo'layapti. Shunda h barobar 4 ga qisqartiramizmi? 15 taqsim 2. Ya'ni balandlik 7,5 bo'lishi kerak. Bu teng yonli deyapti. Tashqi chizilgan aylana markazidan asosgacha bo'lgan masofa 21. Deylik, masalan, teng yonli bo'ladigan bo'lsa, mana umumiy bizda h balandlik bo'lsin. Mana h balandlik bo'lsa, masalan deylikda, mana bu yer markaz sifatida olay. Markaz. Nega qaranglar, mana bu yerda emas markaz deyishlaringiz mumkin-da. Bu ichkida aylanadi masalan.
Bo'pti, shu yerdan olaylikchi. Mana shu yerdan olsam, mana bu yerimiz 21 chiqdi. Chunki markazdan deyapti. Markazdan asosgacha bo'lgan masofa 21. Asosimizni o'zi 40 ga teng yonli bo'lgani uchun 20 va 20 ga bo'ldi. Mana bu radius emas. Markazdan asosgacha bo'lgan masofa. Radius qani o'zi? Radius mana bu bo'ladi. Mana bu ko'kda chizgani, mana bu radius. Mana bu tepadagi radius bo'ladi. Chunki aylana yoyichi mana shu joylardan o'tadi, aylana yoyi. Shuning uchun radius bo'ldi. Mana buni r deb nomlaymiz, buni r deb nomlaymiz. Pifagor qoidasiga ko'ra 21 ni kvadratiga 20 ni kvadratini qo'shsak, 29 ni kvadrati hosil bo'ladi. Shunda albatta r topildi, 29 ga teng ekan. Radius 29 bo'ladigan bo'lsa, uchburchak yuzini toping deyapti. Ana 29 ga 21 ni qo'shsak, 50 degan masofa uchburchak balandligi 50 ga teng ekan. Yuzi nimaga teng? S barobar h ko'paytirilgan a taqsim 2 ga teng. 50 ni ko'paytiramiz 40 ga, bo'lamiz 2 ga. Qisqartirsak 20 bo'ladimi? Javob ming bo'layapti. 76-misol. ABC uchburchakda AB teng BCga. Mana bu yerni AB deymiz, bu yog'ini BC deymiz. BC yon tomoni diametr qilib yasalgan deyapti. Mana bu BC bor-ku, mana shunga aylanib tortilgan diametr. Qaranglar, o'rtadan o'tayapti. Ikkinchi yon tomoni asos uchidan boshlab hisoblaganda 4 6. Mana bu yer 4 deyapti, bular 6 deyapti. Albatta bu yog'i 10 teng yonli deyapti-yu. Keyin uchburchak yuzini toping deyapti. Ha, yaxshi. S A B C barobar so'roq. Kelinglar, uchburchak yuzini topishda mana bu yoqdan bitta kesma tortib olsam. Mana qarang, qora chiziqni ko'rdingizmi? Mana shu qora chiziqdan bu yoqqa qarab kesma tortamiz. Va bu tortilgan kesma 90 gradus asosida tushadi. Eslab qoling, aytaraman. 90 gradus asosida tushadi. Nimaga? Sababi mana bu BC ni bular diametr o'tadi deyapti-yu. Ya'ni mana bu uchburchak BC diametr bo'lsa, to'g'ri burchakli bo'ladi. Chunki markaz faqat to'g'ri burchaklikda o'tib ketadi, diametr bo'lib. Shunday ekan, mana 6 bilan 10 ni ko'rdikmi? Albatta mana bu yer 8 bo'lishga haqqi bor. Mana shu balandlik. Uchburchak yuzasi nimaga teng? Uchburchak yuzasi h ko'paytirilgan a taqsim 2 ga teng. H 8 ga teng bo'ldi, a 10 ga tushyapti. Mana 4 + 6 ga tushyapti. Taqsim 2. Misolimizni javobi 40. ABC uchburchakda raqamlar keltirilgan birinchi uchburchakda o'zini chizishim shart. A B C. AB 3, BC 2 olmish ekan. H uchburchak balandliklar kesishish nuqtasi. Balandliklarni kesishtiramizda, qarang. Mana bu balandlik, mana bu balandlik bo'lsin va tepadan bitta balandlik. Xo'p, mana shu balandliklar kesishish nuqtasi H bo'ldi. Keyinchi AHC uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping deyapti. Ana shu uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini so'rayapti. Qaranglar, nima ishlar qila olamiz. Xo'p, mana shu uchburchakni so'radi. Mana bu yegan uchburchakni so'radi. Keling, 3 bilan 2 dan foydalanib AC ni topamiz. Hozir birinchi ish shu. AC ni x deb tursam, yo'q, AC kvadrat barobar deb turaveray. 3 kvadrati 9. Kosinuslar teoremasdan qo'shilgan 2 ni kvadrati 4 ayrilgan 2 kara 3 kara 2AB ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus olmishda 1 taqsim 2 edi. Ikkilar ketdi.
ASni kvadrati 9 ga 4 ni qo'shsak 13, 13 dan 6 ni ayirsak 7 bo'ladimi? 7. AC teng ildiz 7. Ildiz 7. Xo'p, ildiz 7ligi ma'lum ekan. Endi keyingi fikr. Keyingi fikr nimadan iborat? Ildiz 7ligi bor-ku. Mana bu burchak bo'lsa bo'ldi-da menga. Shu burchakni topsam, bemalol fikr yurita olaman. Bu balandlikmi? 90 gradus ostida tushadimi? Qarang. Mana bunday qilsam bo'lar ekanda. Mana bu yer 90 gradus ostida tushsa 60 gradus-ku. Mana bu yer necha gradus bo'ladi? 30 gradus bo'lishga haqqi bor ekan. Endichi oson ekan, misol qaranglar. Mana bu to'g'ri burchak, mana bu 90 tushadimi? Tushadi. Bitta tarafi 90, bitta tarafi 30 gradus bo'lsa, mana bu yeriga, men tashqarisiga chiqarib ko'rsataman. 60 gradus qoladi. Endi 60 mana buni chiziqqa ko'ra, mana bu yer 60 gradus bo'lyapti-yu, 60 gradus. Mana bu joyimiz 120 gradus bo'ladi, chunki 60 ga 120 180. Mana bu yer 120 gradus ekan. Bo'ldi. Bittada chiqdi. Shunda r barobar a taqsim 2 sinus alfa dedik-ku. Ildiz 7 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 120 gradusda ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Ikkilar ketsa, radius barobar umumiy ildizda 7 taqsim 3 degan natijaga erishdik. Misol tugadi. Mana bu yerni A deb nomlasak, B va C. Ichki chizilgan aylana markazi bo'lsin. Ichki chizilgan aylana markazi to'xta. Mana bu yer va mana bu yer. Shunaqa deb turaydi o'zimcha. Mana bu yerda I deb turaman. Ichki chizilgan aylana markazi. AI 2 ga CI 3 ga teng bo'lsa deyapti. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazini toping deyapti. Xo'p, qaranglar. ABC. Mana bu yerimiz 60 gradusga teng. Tashqi chizilgan aylana markazini topish uchun birinchi o'rinda mana bu AC kerak. AC ni topsam, mana bu yer 60 ku. Mana buni qo'yib yuboraman-da. R taqsim AC taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 60 gradusga qo'ysam, misol chiqadi. Endi AC ni qanday topaman desa, ichki chizilgan aylana radiusi bisektrisalar kesishgan nuqtada bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu yerda alfa desak, bu ham alfa bo'ladi. Bu joyda beta desak, bu joy ham beta bo'ladi. Mana bu yerda qandaydir phi deb turamiz. Ikkita alfa qo'shilgan ikkita beta qo'shilgan 60 gradus teng 180 ga teng bo'ladi. Hop, endi 2 alfa qo'shilgan ikkita beta 120 gradus bo'lyapti-da, alfaga betani qo'shsak 60 gradus bo'lyapti. Qarang, mana bu yerdan alfa qo'shilgan beta qo'shilgan phi 180 bo'lyaptimi? Mana bu ikkalasini yig'indisi 60 bo'lsa, phi ni o'zi 120 gradus bo'lyapti. Phi 120 gradusligi ma'lum bo'ldi. Mana bu yer 120 gradus ekan. Bo'ldi. Endi chizib ko'rsataman, qaranglar. Nima hodisa yuzaga keldi? Mana bu yer 2, bu tarafimiz 3. Mana bu yer AC. A, I, C, I. Mana bu yer 2, 3. 2 edi, bu yoq 3 edi. Ular orasida burchak 120 gradus. Mana bu yer x deb turaman. X kvadrat barobar 2 ni kvadrati 4, 3 ni kvadrati 9, ayrilgan 2 kere 2 kere 3 ko'paytirilgan kosinus 120 bo'lyaptimi? Kosinus 120 da nimaga teng? 90 qo'shilgan 30 desak,
minus 1 taqsim 2 mi? Plus 1 taqsim 2 bo'ldi. Plus 1 taqsim 2. 2lar ketdi. X kvadrat 13 qo'shilgan 6 bo'ldi. 13 ga 6 ni qo'shyapmiz. 19. X barobar ildiz ostida 19 bo'ldi. Oho. G'alati javob chiqdi. Ildiz ostida 19 bo'lsa, qarang. Agar x'im ildiz ostida 19 bo'lsa, mana bu yerga topib qo'yaman. R barobar AC taqsim ildiz ostida 19 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 60 da ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng qisqarib ketsa, R barobar umumiy ildizda 19 taqsim 13 ga teng 19 taqsim 3 ga teng. Misol tugadi. 8 15 bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak. Hop, 225 64 bo'lyapti. 17 bo'ladimi? 17 bo'lar ekanda gipotenuzasi. Uchburchakka tashqi va ichki chizilgan aylana markazlari orasidagi masofa. Boya men aytdim. X barobar endi D barobar deylik. D barobar R kvadrat ayrilgan 2 ta R kichkina r tarzda bo'ladi. To'g'ri burchakli bo'lgani uchun kichkina r ni topish formulasi a plus b minus c taqsim 2 bo'ldi. Katta r ni topish formulasi 17 ni yarmi bo'ladi. Qo'yib qo'yamiz, misol tugadi. Iqtidorli o'quvchilar bo'limidan 80-misolimizda uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana radiuslari orasidagi munosabat berilgan, ya'ni rning kvadrati qo'shilgan katta r kichkina r ayrilgan 6 ta kichkina r kvadrat teng 0. Kelinglar buni ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. R qo'shilgan 3 ta kichkina r katta r ayrilgan 2 ta kichkina r teng 0 deb olamiz. Aynan mana shuni ochsam tepadagini qaytarib beradi. Katta r barobar minus 3 ta r degan qoida bo'lyapti. Katta r teng 2 ta r degan qoida bo'lyapti. Mana bu hech qachon r manfiy narsaga teng emas, bo'sh to'plam. Katta r kichkina 2 ta kichkina r ga teng bo'lgan holat muntazam uchun. Mana bu holat muntazam uchburchakda bor-a? Muntazam uchburchakka ichki va tashqi chizilsa, aylanalar orasidagi munosabat katta r barobar 2 ta kichkina r deyilgan, to'g'rimi? To'g'ri. O'zi любой bitta xohlagan radiuslar orasidagi munosabat mana bunga tengda. Katta r katta yoki teng 2 ta r ga teng. O'sha teng holati muntazam uchun. Qolgani boshqa uchburchaklar uchun o'rinli bo'lyapti. Bu birinchi fikr. Endi muntazam bo'ladigan bo'lsa, kichkina burchagini toping deyapti. Kichkinami so'raymi, kattani so'raymi? Hammasi 60 gradusdan-ku. Misolimizda javobi 60. Tugadi. Mana bu yer A bo'ladi. Bu yer B, mana bu joyimiz C bo'ldi. Keyin BC tomonidan Y nuqta olingan bo'lib, bitta Y nuqta tushirar ekanmizda BC ga. Mana bu Y. BY 2 ildiz ostida 3, Y esa 4 ga teng deyapti va graduslar beryapti. BAY mana bu joyimiz 60 gradus ekan. CAY mana bu yerimiz 30 gradusga teng. 90 gradusli uchburchak ekanda. Mana bu yerimiz 90 bo'lyapti. Shunaqa chizilib qoldi. Keyin ABY va ACY uchburchaklarga tashqi chizilgan aylanalar markazlari orasidagi farqni toping deyapti. Mana bu uchburchakka tashqi chizilgan, bu uchburchakka tashqi chizilgan aylanalar orasidagi masofani so'rayapti. Xo'p, keling bir ish qilamiz. Mana bu yerni o'zimga O1 deb olaman. Masalan deylikda. Masalan, mana buni o'zim uchun O2 deb olaman. O'zim xohlagan shu yerda olgim kelib qoldi. Endi bu xomaki chizma-yu. Keyingi fikr, mana bu B da markaz-ku, bu yoqqacha radius bo'ladi, bu tomongacha radius bo'ladi. Bu birinchi fikr. Keyingi fikr, mana bu Y nuqtadan bu yoqqacha radius bo'ladi. Boshqa radiusda bu. Mana shu O2 dan bu yoqqacha ham radius bo'ladi. Xo'p. Mana bu
R1 deb olsam, bular R1 ga teng bo'ldi. Endi mana bu 60 gradus bo'layaptimi? Albatta mana bu yerimiz 120 gradusga tengligi ma'lum bo'ldi. To'g'rimi? Chunki 2 marta bo'ladi-yu. Yaxshilab qarab oling. 120 bo'lsa, R1 teng yonli bo'lsa, o'zidan o'zi nechidan qoladi? Mana bu joyiga 30 gradus qoladi, mana bu joyiga 30 gradus qoladi. 30 ga 30 ni qo'shsak 60, uchidagini 120 ni qo'shsak 180 bo'ladi. Endi kelinglar bir ish qilib olaman. Mana shu, mana. Obbo. Mana 10 nuqtadan qorani ko'rdingizmi? Bitta balandlik tortib yuboraman shu yerga. Mana shu balandlikni qanday topaman? X topish yo'li 30 gradusli burchak qarshisidagi katet haqida deb boshlayman-da, to'g'rimi? Gipotenuzani nimadiriga teng va qarang, mayli 30 gradus. Bu teng yonlik-ku. Mana bu yer ildiz osti 3, bu yoq ildiz osti 3 dan bo'ladimi? Bu yerdan sinus qo'llansa, x to'g'ridan to'g'ri 1 ga teng bo'ladi. Sal tezlashdim shu joyni. Mana bu yerimiz 1. Endi shuni narigi uchburchak uchun ham qo'llaymiz. Mana bu yer R2 bo'ladi. Bu yoq R2 teng yonli. 30 gradus ko'rdimmi? Mana bu yer 60 gradus bo'ladi. Teng yonli bo'lgandan keyin bu yog'i bilan bu yog'i nima bo'ladi? 120 qolish kerak. Ha, 60 dan bo'layapti. Demak, mana bu yerimiz 60 gradus ekan va mana bu joyimiz 60 gradus ekan. Endi mana bu joydan yana balandlik tortaman o'rtasida. Mana bitta balandlik chizib yuborsam, tortib yuborsak, 90 gradus ostida boradimi? Teng yonli muntazam bo'lgandan keyin mana bu yer 2, bu yoq 2 bo'ladi. Mana shu y ni qanday topaman? Sinuslardan qo'llasam, y barobar, hop, ildiz ostida 12 bo'ladi bu yer. Mana bu yerimiz ildiz ostida 12. Endi keyingi ishim misol chiqib bo'ldi. Mana bu O1 bilan O2 ni birlashtiraman. Mana birlashtirdik va mana bu joyga e'tibor bering. Mana qizilda chizaman. Mana obbo. Bo'yab ko'rsatamiz. Mana bu qizilda belgilanmiz u. Hop, yashilda. Mana bu yerda bo'yab ko'rsataman. Berchi aslida trapetsiya bo'lib qoldi. Qanday? Tagiga shu joyini kesib ko'rsataman sizlarga. Baribir endi bittada tushunish qiyin, o'zlari daftarlaringizga ham yozishni tavsiya beraman. Mana bunday bo'ladi. Bu yoqroqqa chiqadi va tepaga chiqqan bo'ladi. Oyog'ini osmondan qilib chizamizda. Mana bu yer y bo'ldi, mana bu yer x bo'ladi. Mana bu O1, O2 masofa. Mana bu yerimiz 2 qo'shilgan ildiz osti 3 ga teng. Nega 2 qo'shilgan ildiz osti 3 bilamizmi? Mana bu yer ildiz ostida 3, mana bu yer 2. Mana bu kesmani olyapmiz-da. Bo'yalgan kesma. X'imiz 1 ga tengmi? Y'imiz nimaga teng? Ildiz ostida 12 ga teng. Ildiz ostida 12 deganimiz o'chirib turaylik. 2 ildiz ostida 3 ga teng. Keling, bitta chiziq tortib yuboraman. Mana bu yerdan bitta yaxshilab chiziq tortib yuborsam. Ko'k chiziqni tortib yuborsak, mana pastdagi 2 qo'shilgan ildiz osti 3 tepaga chiqadi. Mana bu kesmamiz. Jami 2 ildiz osti 3 dan ayirmasi 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni hozir O1, O2 mizda o'zi to'g'ri-da. O1, O2 ni o'zi ildiz ostida 2 ildiz osti 3 minus 1 ni kvadratiga qo'shamiz 2 qo'shilgan ildiz osti 3 ni kvadratini. Bitta ishlab ko'raylikchi, chiqamikan. O1, O2 barobar 2 ildiz osti 3 kvadrati 12 ayrilgan 4 ildiz osti 3 qo'shilgan 1 plus 4 qo'shilgan 4. 4 ildiz osti 3 plus 3 bo'ldi. Hisob kitob quraveraylikchi, bir gap bo'lar. O1, O2
Hop. -4 ildiz osti 3, +4 ildiz osti 3 qisqaradi. 12 ga 1 13, 13 ga 4 ni qo'shsak 17, 17 ga 3 ni qo'shsak 20 bo'ldi. Shunda O1, O2 masofamiz 2 ildiz ostida 5. Misol tugadi.